Men qara. Ye. Hozir. Assalomu alaykum. Nima san, qo'ling o'sib qoldimi? Ha? Tushunmadim, nima unaqa deb. So'te? Yaxshi gap gapirmayapsiz aka, tinchlikmi, nima bo'pti o'zi? Ayollar uradigan olib qoldingmi? Bu xizali. Kuching ayollarga yetdimi? Mard bo'lsa, erkak bo'lsa, erkaklar bilan urish. Mana ur meni. Nima qilasan o'zingizga qo'l ko'tarib? Men ayollarga qo'l ko'taradigan odam emasman. Kelib aytibdi-yu. O erim uryapti deyapti. Bir marta emas, necha marta ursa? Bekorga urdi demasa kerak. Urgandirsan, urdi degandir. Yo, bir marta urmabsan. 2 marta urmabsan. Уже necha marta turibsan? Bu ham endi kelib menga aytibdi. Endi u sizni singlingiz aka, sizga qanaqa ma'lumot yetkazgan, nimani gapirgan menga qorong'u. Siz singlingizni o'zingiz yaxshi bilasiz qanaqaligini. Men singlingiz bilan yashab turib ham bilmayman u nima bo'layotganini. Yo'q, bekorga kelib aytmayotgandir menga. O'zi gapirmoqchi emas edim, lekin majbur qilyapsiz-da aka. Sizni ayolingiz, ya'ni kenim sizga gap qaytarsa, siz bilan tiklashib gaplashsa, gapingizni ikki qiladigan bo'lsa, qarindosh urug'laringizni bir tinga olmasa, hurmatini joyiga qo'ymasa, er o'rnida ko'rmasa, nima qilardingiz? Avvalambor meni xotinim uni qilmaydi. Xudo ko'rsatmasin, agar shuni qilgan taqdirda ham birinchisida tushuntiraman. Yaxshi gapiraman. Ikkinchisi chotga tushuntiraman. Uchinchisi o'sha quloqini tegdi sho'la qaynataman. Aka, meni aybim shu sizni singlingiz meni bir tinga olmagan paytda quloqini tegdi sho'la qaynatmaganim bo'ladi. Bir gapirdim, ikki gapirdim. Uchinchisida quloqini tegdi sho'la qaynatmasdan, uchinchisida ham chiroyli gapirdim. Lekin xarakterini ko'rsatdi. Meni bir tinga olmay gap so'zlarimni inobatga olmasdan men bilan tiklashib gap qaytardi. O'zidan ketib, keyin menga oxiri gapirgan gapi men siz bilan yashamayman deb chiqib ketdi. Qaysi erkakga yoqadi aka? Ota-onasini hurmat qilmagan, qarindosh urug'ini hurmat qilmagan ayol, eri bilan tiklashgan ayol yoqadimi kimlarga? Siz ham yashamasdingiz bunaqa ayol bilan. Endi bizani ham to'g'ri tushuning-ki, bizga vobshe boshqacha informatsiya yetib kelgan edi. Endi singlim umuman boshqa gaplar gapirgan edi. Endi u sizni singlingiz aka, sizga qanaqa gaplar gapirganini men bilmayman, lekin siz singlingizni xarakterini mendan ham yaxshi bilasiz. Aka, gap yo'q. Xohlasa kelsin-da, mana oilamizni tiklab yashaylik. Bo'lmasa ketdi, mana qaytib kelmasin umuman, boshqasiga uylanaman. Bitta sizni singlingiz emas aka. Menga lichni, meni o'zimning talabimga javob beradigan ayol kerak. Meni hurmat qiladigan ayol kerak. Meni gapimni ikki qilmaydigan, men bilan tenglashmaydigan, meni qarindoshlarimni kerak bo'lsa o'zini qarindoshlaridan ham yuqori darajada hurmat qiladigan ayol kerak. O'shanga yarasha mendan ham javob bo'ladi. Xohlasa yashasin aka, olib keling singlingizni. Xohlamasa ana katta ko'cha. Men erkak kishiman, yolg'iz yashay olmayman. Tez-tez harakatimni qilib bittasiga uylanaman. Kuyov bola, men bor uzr. Men vobshe boshqa niyatda kelgan edim. Men o'zim borib bugun boshqacha gaplashib qo'yaman. Ha, tushunaman aka. Men bor uzr. Aka, salomat bo'ling. Boring. Hop. Abbakir, men aytgan ishni tezroq qila qo'y, ukajon, bo'ptimi? Vaqt ketdi, ta'liroq ko'rishamiz. Bo'pti. Men bugun borib kuyovingiz bilan ko'rishdim. Chetga tortib mazasini qochirmoqchi. Ozgina siz bilan biz shoshib qo'ygan ekanmiz. Ne? Mana qizingiz bizga hammasini teskarisini gapiribdi. Umuman unaqa narsalar bo'lmagan ekan. Afsuslanib ketdim borganimga. Dash bechora borib bir marta chertmagan ekan umrida. 3 marta yaxshi gapirdim deyapti. O'sha 4-inchisi baqirdim deyapti. Hozir sen shu hamma gaplarga ishonib keldingmi? Bundan chiqdi seni yolg'on gapiribdi de. Bu pismig'ingiz eriga tikka qarab turib olishayotgan ekan, barobar olishayotgan ekan. Umuman aytganini qilmayotgan ekan. Yo'q, kim bunaqa xotin bilan yashaydi? O'zidan o'zi yig'lamasa kerak bu qiz. Ko'zlari yosh bo'lib bir ahvolda kirib keldi-ku. Buning o'zini xarakterini bilasiz-ku, bolaligidan shunaqa-ku. Erkatoy nimadir ish qilib qo'ysa, aybini bekitish uchun yolg'on gapirardi-ku. Yo, to'g'ri, bu odati bor. Mayli, xo'p, ajrashar. Ertaga boshqasi yerga tegsa, kim bunaqa xotin bilan yashaydi? Ko'p o'tmay narigi eri ham javobini beraveradi. Keyin xuddi shunaqa narsa takrorlanadi. Agar bunicha endi bundan buyog'iga qattiq ushlamasa, bu ertaga boshimizdan egib qo'yadi. Siz ham men ham ko'chada yura olmay qolamiz. Quloqsiz qizi. O'zini hayotini o'zi rasvo qilibdi-de. Bo'ldi, endi bunga qattiq turish kerak. Yaxshilab qattiq gapirib tushuntirish kerak bunga. Xo'p, nima qildingsan Bilolxon?